Assalomu alaykum azizlar, do'stlar. Bugun biz sizlar bilan OneBlock o'ynaymiz, do'stlar. Men o'tgan videoda ham aytgan edim, OneBlock o'ynaymiz deb, do'stlar. Bugungi videoda albatta va'da berganimdek OneBlock, do'stlar. Va biz o'yinni boshladik. Do'stlar, nima skin yuklanmagani uchun uzr. Tushib ketyapti-ku. O'tiribsiz. Nimaga unaqa bo'lyapti? Tushib ketyaptimi? Xo'p. Do'stlar, tushib ketmasligi uchun bunday qilib olamiz. Bunday qurib olsak yoki tushib ketdik. Nima bo'lyapti, do'stlar? Do'stlar, nimalar bo'lib ketyapti? Shu pisiga o'layotganmiz. Pastiga qanday blok qo'yib olsak bo'ladi? Yangi o'rnak. Hop. Do'stlar, bloklar hozircha tizimda davom etamiz. Step 1 bo'ldi, do'stlar. Endi step 2 boshlandi. Tushib ketdi. Do'stlar, albatta nima qilgan bo'ldik va birinchi o'rinda biz nima yasaymiz? Albatta crafting table, do'stlar. Crafting table bizga juda ham muhim, kerak. Buni olishimiz kerak andi. Yaxshi. Qo'yib yuboribman. Olishimiz kerak. Xo'p. Nima qilamiz va bundan birinchi o'rinda cho'p yasaymiz. Hozircha cho'p kerak bizga. Hozir navbat etap bajaramiz. Yana qo'yib yuboraman. O'tir, shift bosaman. Xo'p. Nima qilamiz va bizga hozircha nima kerak? Hech nima kerak emas bu. Hozir biz nima qilamiz? Yetak kengaytiramiz, do'stlar. Xo'p. Yetakimiz ancha kengaytiramiz. Xo'p. Bizga do'stlar pastga qarab qurib olishimiz uchun birinchi o'rinda ovqat kerak. Ovqat deyman. Mana. Nima kerak? Ovqat deyman. Suv kerak. Suvni asta pastga tashlaymiz va nima qilib olamiz? Xo'p, 8 ta bo'libdi, do'stlar. Mana shuni o'rtasini shu hozircha o'rta qo'yamiz va buni olamiz. Mana. Mana. Do'stlar, sindiravuramiz. Endi hech qayerga chiqib ketmaydi. Pastga tushib ketmasa. Pastga tushmasa sim chiqmaydi. Va progress. Bu ko'proq nima tushadigan bo'ldi va uchun bitta nima yasab olamiz, do'stlar. Nima bu? Clear grid, balance grid. O do'stlar, nima yasasak bo'lar ekan-ku.
26 ta bo'libdi. Demak, biz hozir nima kelamiz? Albatta tapbor yasab olaylik do'stlar. Bitta tapbor yasab olamiz va bitta kerak bo'lmasa ham lapatka yasab olamiz. Buni bu yerga qo'yish kerak. Qornimiz ochqa do'stlar, o'zi nima bermayapti, ovqat bermayapti. Do'stlar, shunday qolib ketaveramiz hozircha. Sakson to'rtta kerak ekan. Qani? Endi bu 2 va 1 deb ketaveramiz. Shunday ketaveramiz. 94, 95, 96 bo'lib ketaveryapti do'stlar. Biz hozircha nima qilaveramiz? Mana 113 ta 2 step 2 ga o'tamiz keyin do'stlar. Va blok juda ham zo'r o'yin do'stlar. Buni nimasini tashlab beramiz sizlarga. Modlarini Telegram kanalimdan topasiz do'stlar. Trader keladi do'stlar. Qilichidagi 4 ta. Bizga ovqat kerak, ovqat. Menga narsalar kerak emas. Qilichidagi 16 taga daraxt bergan. 12 ta toshga birga berdi. Bir Sebiki götürüp götürsem seni. Lekin daraxt sotib olish kerak edi-da. Pul yo'qlagan bo'lsa, kreditda nima deyapti u? Oxirgisi do'stlar. Sevikiga o'tdik. Bir normalroq narsa sotmagan 8 bo'lmaydi-da o'zi. Nimaga to'shataylik? 8 tagami? Sotaylik 16 taga. Oltin nima kerak bizga? Daraxt sotib olaylik, daraxtdan tushmaydi. Xo'p, bitta qilamiz va suvga ekib qo'yamiz. Bo'ldi, sen kerak emassan. Uzr. Ovqat kerak-da menga. Ustun, plant tree'si. Orasında zor lekin do'stlar, urvoribman. Alaq beraverdik, urvordim, bilmasdim. Do'stlar, kattalashtirish ham vaqti kelibdi do'stlar. Hech nima yo'q bizga. Kravatam yo'q, hatto agar mobil spamda kattalar. Do'stlar, faqat qo'l bilan sindirish kerak ekan bu yog'ini. Biz bitta bo'lib ketibdi, loy ko'payib ketibdi. Bekor urvordik-da shuni. O'sha daraxtlarni ekib qo'yamiz. Bittasini bu yerga, bittasini bittaga, bittasini bu yerga topib. Do'stlar, unblockda ikkinchi qismini chiqish uchun albatta bu videoga like bosingizlar do'stlar. Bizlarda prosmotrimiz nima uchun buncha kam?
do'stlar juda ham kam prosmotr yig'yapmiz. Xo'p, kanalda juda ham kam kishi nima bo'lgan, ya'ni like bosmaydi va kanalimga obuna bo'lmaydi do'stlar. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'lardi. Agar obuna bo'lsangiz do'stlar, men ham xursand bo'laman. Yanada yaxshiroq kontentlar chiqarishga ishtiyoqim bo'ladi. Agar sizlar like bosmasalaringiz men ishtiyoqim qolmaydi va videolarni chiqarishni nima qilishim mumkin. Keldi yana bitta shu trader keldi. Shu 18 ta kelgan. Qani? Ovqat sot menga ovqat. Nima qilasan-ki bundan ko'ra? Ovqat sotmasang nima qilasan-ki, va? Ovqat sot-ki. Ovqatsiz nima keraksan? Biz ishimiz yo'q. Ovqat topsang bo'ldi, ovqat. Mana nima ekan bu? Xud order fox, order strip to the wolf. Xo'p, hozir nima sotib olsam bo'ladi? Urug' sotib olsam bo'ladi. To'g'ri. Bo'ldi. Qolmadi. Pul yetmay ekan qolganiga. Qum sotib olaman, bitta bo'ldi keyin. Bizlar faqat qum sotib olamiz. Qum sotib olaman faqat do'stlar. Mana bu nima ekan? Alaziliya va qum sotib olamiz va mana bu urug'ni ekib qo'yishimiz kerak. U uchun bizga nima kerak? Albatta, do'stlar, urug' uchun suv kerak-ku. Bekor sotib olaylik. Mana ozroq nima yig'ib, nimada olamiz? Qumni olamiz. Qum kerak bo'lsa kerak, baribir sotib olib qo'yaylik hozircha. Bizlar loy kerak edi. Seksen dokuz, 91, 92, 93. Bilmadim, endi shular kerak bo'lib qolsa kerak. Step 3 tosh kelishni boshladi do'stlar. Demak, tosh bo'lgani uchun albatta bizga nima kerak? Kirka kerak do'stlar. Adashmadingiz, kirka kerak va biz tosh kovlashni boshladik va Stone Age bo'lamiz hozir do'stlar. Nima qilib ketaveramiz do'stlar? Bitta bo'ldi do'stlar. Hozir biz 3 ta bo'ldi. Bu degani 4, 5, 6 ta qilib hamma instrumentlarimizni nimadan qilib olaveramiz. Toshdan tapor nimalar yasab tashlaymiz. Hozir yana ikkita nima qilsin. 4 ta bo'ldi. Mana ozroq qo'yamiz. Bu 750 ta ekan do'stlar. 326 ta o'z qazib biz. Ovqat juda nima kam bo'lyapti-da, ovqat topishimiz kerak bizlar. Nima bular o'smayapti? Qanday? Nima sotaylik sen? Xo'p. 23 taga, 24 taga bo'lib boring qo'y. Nima yasashim kerak? Hozir tashladi bu. Biz mana shuni biz yo'q qilamiz, kerak bo'lib qoladi. Mana 3 ta va mana bu plastik 2 ta va bu do'stlar va mana bu yerga qo'yamiz. Birga qo'ydik. Keyin bunday qilamiz va buni esa bu tarafga qo'yamiz va boshladik. Triqali. Sen xalaq berasizlar-da, qoch. Bir she'r yozdim, satrlari darddan yaralgan degan qo'shiq bor-ku. Xo'p, buni olamiz va xo'p, qachoniga olsak, mana bunga olamiz. Buni. Xullas shunaqa. Xo'p, do'stlar 3 2 1 qilib ketaveramiz. Bu qaysi bilan choplaydi? Mana shu bilan. Buni shu bilan chopib uramiz. Do'stlar buni albatta jo'ralarga o'ynash kerak ekan, chunki juda ham
nima ekanda bu? Masa. Hamma ish turib oladi-yu. Navbat urib ketaversa ham bo'lar ekanda. Hammasi navbat kelmaydi. Har xil keladi. Judayam har xil kelyapti. Har xil kelyapti-da do'stlar, bir normallik kelmayapti ko'nglimdagiday. Xudoga shukr. Lekin bizga suv kerak-ku, suv. Bizga suv kerak. Sponjni nima qilaman men? Temirni nima qilaman? Ko'p bir mis bor ekan, graviy bor ekan. Mana sotib olishimiz kerak endi o'zi. Mana nima qilardik? Usmayapti cho'ta. Bitta nima qilaveramiz endi xullas. Shu bitta solib ketaveramiz. O'zi nima ittalama bo'lib qolyapti. Shunaqa chopib ketaveramiz endi do'stlar. Va do'stlar, sal chop mash 700 dan tugatib bo'laman va videoni davom ettiraman. Demayman. Do'stlar, olmishda bir stak bo'lib ketibdi daraxtimiz va undan nima yasaymiz bir. Do'stlar, nimamizni kattalashtirmoqchiman, nima deysizlar? Kattalashtiraman deb qo'yaveraman-da hozir. Mana 50 ta cho'paygan, mana shu 500 ta bo'lsa. Ketaveramiz do'stlar. Mana shu 500 ta bo'lsa, keyin kattalashtiramiz. Başına gidiyoruz. Hadi bergenli do'stlar, shuncha bo'libdi demak. Daraxtimiz o'sib chiqibdi do'stlar. Hozir birinchi o'rinda kattalashtirib olamiz. Hop. Yoqasib tur. Tushib ketdan olgan. Tak, 38 ta qumim bor ekan. Nima qilamiz 38 ta qumni? Albatta sotamiz. Kattalashtiramiz. Uyam qo'yib olamiz. Mana shu yerda mana shu tosh bor, mana shuni o'rab qo'yaylik do'stlar. Bilinib turishi uchun o'ramaymiz. Hamma chetini tosh bilan o'rab qo'yamiz do'stlar. Mana.
Demak, tosh bilan o'rash uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda lopatka olishimiz kerak. Mana bu joylarni olib chiqish kerak va bittani boshiga tosh bilan o'rab chiqish kerak. Bitta nota bo'libmiz va bu tosh bilan aylangan joyi aniq va qolgan joylarini bakib chiqamiz. Albatta o'rab chiqamiz. Qolgan yetmagan joylarni mossiy bilan mana endi oldi ketdik, aylantirib chiqamiz. Tushib ketsak endi qayta o'rab ketaveramiz. Juda katta bo'lib ketdi. Juda katta bo'lib ketdi endi. Mana shuni hammasini chopib olamiz hozir. Buni daraxt o'zi tushadi. Do'stlar, yomg'ir bo'lib ketdi-ku. Do'stlar, daraxt hammasini chopsak bu mod ekan menimcha. Do'stlar, mana bular o'zini mod bo'lsa kerak. Shunchasi tushib ketdi, baska shu uchun kattaroq qurish kerak edi. Do'stlar, yanada kattalashtiramizmi? Boshladik, yanada kattalashtiramiz. Iloji shu nimalarga qilamiz. Mana o'ylaydigan bo'lsak do'stlar, o'zi mana o'ylaydigan bo'lsak eng nima joyi mana shu joyi to'rtta ekan, mana shu 1 2 3 ta. O'rtadan hisoblasak 1 2 3 4 5 ta. Xo'p, 5 ta. 1 2 3 4 5 ta. Xo'p, 5 ta. Endi bu taraf 1 2 3 4 5 ta. Mana bu taraf ham 1 2 3 4 5 ta. Bu nimasi muammoymi shu joyda? Do'stlar, mana shuni qo'yamiz. Xullas, mana shu sindirish boshladik. Besh yuz beshta bo'ldi do'stlar. Chapuramız shungacha. Ketaveramiz. Nima so'tasan sen? Birontasi mayli sotmaydi desam, normal chiqib qoldi-ku. Mana shuni olishim kerak. Mana shuni olaman hozir. Ko'rasan, sen ham olaman sendan. Shababda. Shuni olish kerak biza, chunki suvda suv kerakda bu joyga. Xalaq beryapti-da, mana shu urib olgim kelyapti. Sinib qoldi va bizda 48 ta tosh bor va 17 ta cherry log. 13 ta bor ekan do'stlar. Mana shuni ekib qo'yaylik. Mana shu yerga
o'rtaroqqa 2 shuni. O'rtaroqqa 2. Oddiy daraxtni ekish kerak do'stlar. Mana shu yerlarga oddiy daraxtni bu shu turusari mana bu qizillari do'stlar bitta g'oya bor. Bu o'sish uchun alohida joy chaqiramiz. Qani endi bizga qum kerak va loy demoqchi edim va mashina olib boramiz. Mashina boramiz. Qilamiz bir qale sen asab chiqaryapsan o'zi. Sen agar tushib ketsang bo'lasan. Endi bizga o'z birinchi navbatda yana mana loy o'rniga bizga nima kerak? Xo'p, bizga kirka kerak va sindirib olamiz. Şurada 590 işte dizilik ölçü yana bir dizilik de gerek. Bu taraf shunday qilib uramiz do'stlar. Endi mana shunda ketaveradi. Shu joyda pauza bo'ladi do'stlar. Tezle qani. Arkadaşlar mana 640 bo'ldi. Hop do'stlar videomizdan 30 minutlik bo'lib ketdi. Skin yuklanmabdi do'stlar. Keyin skin yuklanmadi do'stlar. Ularni urindim. Shu uchun do'stlar videoni birinchi qismi tugadi. Hammaga xayr. Ikkinchi qismida albatta do'stlar step 3 ga o'tamiz. Step 3 mi? Step 4 ga. Urib yuboraman mana uni o'zini qimmatlashtiradi narxni. Do'stlar hammaga xayr.